Mana shu obyektimizni bo'lguncha mana shu bir tup gilosimizni biz o'zimiz yeb tugatsak kerak deb o'ylayman. Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, hurmatli ustalar dunyosi kanalining ashaddiy obunachilari va bizni uzoq yaqindan ko'rib turgan akalar, ukalar, mana bugun 9 ga 13 obyektimizga xudo xolasa gazoblok urush jarayonlarini boshlab yubordik. Bitta xonamiz mana podvalli. Chekalariga aylantirib g'ishtlarni urib oldik. To'silarni, lagalarning orasini to'ldirib mana shu obyektimizga xudo xolasa gazoblok ishlarini boshladik. Bu obyektimiz endi o'zimizni do'stimizni, o'zimizni mahalladan shu ishni boshlab yuborganmiz. Do'stim, bu gazoblokni qanchadan tushirdingiz? Necha puldan tushirdingiz bularni? Narxlar qanaqa kelgan? Aytib yuboring. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Gazobloklar kiloysiz kelsa 17 mingdan. Kiloysiz kelsa 17 ming donasi. Olib kelib berish ularning xizmatida, dastavkasi tushirib olish bizni bo'ynimizda. Dastavkasi ichida 17 ming so'mdan. Endi bir donasiga 1 kilodan kiloy berishar ekan. 500 so'm qo'shilar ekan. Kilosi, ya'ni 500 so'mdan ekan kiloyi. Kiloyi bilan olmoqchi bo'lsangiz, donasiga 1 kilodan hisoblab kiloyini olib kelib berishadi. U narxi 17500. 17500 so'mdan ekan mana. Akalar, gazoblogimiz o'zimizda O'zbekiston tumanidan. Xo'p, razmerlari 60 ga 30, 20 bo'ladi. Xudo xolasa mana shu obyektimizga jami nechta ketishini xudo xolasa video davomida ko'rsatib, nima qilib sizlarga yoritib boramiz. Videoda xato va kamchiliklar bo'lsa albatta oldindan uzr so'raymiz. Bir dona like bosib qo'yasizlar, mehnatimizga biz xursand bo'lamiz. Akalar, sharoit nima deyapti? Mana shu gilosdan bitta yeb olib, xudo xolasa mana shu yerda ishimizni boshlayveramiz. Videomizga, mehnatimizga bir dona like bosib qo'yasizlar, biz xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar. Do'stim, loyda olib kelasizmi, yo'qmi bugun? Ish-pish qilamizmi, yo'qmi bugun? O'zimda turgan bari vallahi bor. Tezlashing endi. Dehqon akalarimizni sezoni keldi mana, xudo xolasa giloslarimiz pishgan. Bu gilosimizning nomi Samarqand. Bizni vodiyda, aynan O'zbekiston tumanida bu gilosimizning nomini Samarqand gilosi deydi. Xo'p, sizlarda qanaqa nomlanadi? Albatta kommentariyaga yozib ketinglar. Xudo xolasa qarang, sharoitni qarang mana.